Xorazmda Ozodga shart 10 ta tappa hozir yopib beradi. Diqqat, bu videoni ovqatlanayotganingizda ko'rmanglar. Ana sveji mana katta. Ko'zingizni qusib o'raydi, hozir menga qilasan do'st. Majburlasam turib olardim. Uf, nimadan boshlaymiz bo'pti? Gup uryapti, yo'q-da. O'zingiz mushkambar shishadigan gapir. Ozod! Bu hammamiz sasiymiz. Men bu gamdan nafratlanaman. Hech qachon unaqa qila olmaysan. Qanaqa nafratimni kontrol qilyapsiz? Boshingga bo'q yopishib qopti. Qo'ptashim? Mana. Wow, delikates. Bo'shatibmi? Tappini bitta urib olamiz. Qayerdan topaman? Bunaqani ham ishni shartlari bor. Men avtorskiy gapim o'g'irlandi. Abu Shirmoy, Ozod tapchi. Shu holatda maksimalni ko'tarinki kayfiyatda nimadir deya olasizmi? Rafaello. Ani molni olib chiqinglar, ko'rsin bu qanaqa hurmatga sazovor bo'layotganini. Oba! Ha, o'sha yo'qotdi. Boqqa mehrim tushdi. Joningdan. Men qolaman shu yerda menimcha. Tirikchilik ketdi. Men perchatkam ko'tarib oling. Perchatkam ko'tarib oling. Yo'q, ko'tarib ol. Menga yoqmayapti degandek qotdilar. Ko'tarib oling. 5-chi. Ozod gong. Bittada 4 ta mana. Oxirgisi 10. Bo'ldi, shart tugadi. Endi Buxoroda Abukamga nima shart beramiz? Kommentda yozinglar. Nima qildim men? Ketdimi Buxoroga hozir yo'lga chiqib ketamiz, to'g'rimi? Davay ketdi. Va'da, mashg'ullarim bilan o'zim ovqatlantiraman sizga. Bay.